Bu transformatorni ham ancha yillar oldin qo'yib berganmizda. Perdaxranitelli doim transformatorga yordam beradigan joyi ko'p. Mana ko'ryapsizlar. Shu perdaxranitel ham almashtirilgan. Shularning hammasi almashtirilgan. Nima muammo bo'lgan, qanaqadir qush kirsa yoki nimadir nosozlik bo'lsa, perdaxranitel yordam beradi. Va transformator perdaxraniteldan ko'ra qimmatroq turadi. Hamma biladi-ku buni. Sifatga birinchi bo'lib e'tibor beramiz akalar. Kraskani ham mana ko'ryapsizlar. Bitta ham muammo bo'lgan joyi yo'q. Transformatorni ham ko'proq qaraymiz, muammolari, nima muammosi bo'lsa hammasini hal qilib, xudo xolasa zo'r qilib ishini bitirib beramiz. Любой korxona bizga aloqaga chiqishi mumkin. Agar yangi transformator qo'ydirmoqchi bo'lsanglar, yangi transformatorni hujjati bilan bitkazib beramiz. Agar transformatorlar eski, uni yangilash kerak bo'lsa, remont qilish kerak bo'lsa yoki KTPS, GGTP ni kraskalash kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Ishlarni zo'r qilib bitirib beramiz. Undan tashqari elektr energiya bo'yicha любой turdagi ishlarni zo'r qilib bitirib beramiz. Aloqaga chiqinglar.